Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz yangi yo'ldagi loyihamiz bugun yakun topyapti. Xudo xolasa bittasi yana qolgani bo'lsa alohida videolar qilamiz xudo xolasa. Niyatimiz daraxona so'kinini qildik, burchaklasini qildik mana. O'tgan safar videosini bitmagan holatda videosini ko'rib qo'ydik. Ko'rgan bo'lsalaring. Joyimizda Tamtoy ustamiz ko'rinish beringlar. Hammaga salom. Eshonboqni kattasi mana. Yaxshi yursa? Tuzuk. Qanaqasi? Tugatyapmiz xudo xolasa. Az qoldi. Az qoldi. Bu kvadratı 130 kvadratlı joy qilamiz. Granitdan sokol qildik. Zinalarni ustini kapeldik. Kesdik. Buni ustasi Xotin To'yman. 88 yarim kuchli chiqqanda bu 88 yarim. Joylarda qoldi. Kapelni qilib, keyin burchatkasiga tushirdik. Yani burchatkasi yakun topyapti.